Bugun sizlar bilan Out, ya'ni Titanlar hujumi haqida gaplashamiz. 4 ta mavsum, 89 ta qism va 2 ta filmdan iborat bo'lgan butun boshli olam haqida. Ushbu anime mana shu darajaga o'ziga tortdiki, men hali beri endi bu olamdan chiqa olmasam kerak. Anime soundtrackiga kelsak agar, menga eng yoqqani bu 2-mavsumning soundtracki edi. Wow, u qo'shiqni bilasizlarmi, shu darajada men o'rganib qoldimki, prям mana shunday qilib o'tiradigan joyida, bilasizlarmi? Va men o'ylashim bo'yicha 4 ta mavsum ichidan 2-mavsum ham aynan eng zo'rlardan biri bo'ldi men uchun, ya'ni Titanlarga qarshi. Anime Crashga kelsak agar, to'g'ri 4-mavsumdagi mana bunaqa Eren chakki emas edi albatta, ammo meni yuragimni 1-mavsumdan Levi Ackerman уже allaqachon o'g'irlab bo'lgan edi. Hatto bitta joyida u o'lgan bo'lib qoladi-ku, keyin uni tirikligini ko'rib shu darajada xursandligimdan yig'ladim, tasavvur ham qila olmaysizlar guys. Men juda ham xafa bo'lgandim, shunaqa zo'r personajni o'yindan chiqarib yubordi, ya'ni animadan o'ldirib yubordi. Chunki hammani o'ldirishdan, men buni ham o'ldirishadi deb o'ylamagandim, ammo o'ldirishdi o'rtada shunaqa bo'lib qoldi. Lekin tirikligini keyin ko'rganimdan keyin shunaqa xursand bo'lganimdan yig'lab yubordim. O'ylashim bo'yicha Levi aynan shu animedagi eng kuchli personaj. Hatto Mikasa bir chetda bor. Nima deb o'ylaysizlar, agar Mikasa bilan Levi ikkita Ackermanlar urushib qolsa kim yutadi? Nima deb o'ylaysizlar? Yozib ketinglar izohlarda. Xullas, final haqida gapirsak. Vro'de hammasi yaxshilik bilan tugadi. Ammo qanaqadir bu yaxshilik tugashidan meni ko'nglimga xotirjamlik kelmadi, yaxshilik, baxtlilik his qilmadim men. Hattoki o'sha titrlardan keyingi sahna ham qanaydir bu yoqda men kerak emasdek tuyuldi. Shu olamligicha qolish kerak edi. Ya'ni bu yoqda multivселенная qilishlari bilmayman qay darajada to'g'ri. No okey. Men bilasizlar nima deb o'ylagandim? 4-mavsumda o'sha Eren eng katta xatosini qilmasdan oldin bu narsalarning barchasini o'sha o'zining kelajakni ko'ra olish qobiliyatidan foydalanib kelajakni ko'ryapti deb o'yladim. Xuddani bu Smerkida qanaqa, xuddi shunaqa deb o'yladim. Shuncha narsa bo'ldi va o'lgan paytda ham boshini kesgan paytda shunday qaytib qolishni xohlagandim. Hammasi yaxshi, balki hech narsani boshlamagan, shuncha kelajakni ko'rdi va kelajak shunday tugashini ham ko'rdi. Ammo yo'q, bu narsa bo'lmadi. Shunga qaramay, anime juda ham menga yoqdi va men uning yaratuvchilarini qo'lini o'pishga tayyorman. Va bu olamni men umuman unutmasam ham kerak deb o'ylayman. Hozircha shunaqa gaplar edi. Siz esa bu anime haqida qanday fikrlardasiz? Bemalol izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Hammaga esa mattani to'g'ri aytib